Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz avval chiqishimizda qilgan vahima xurujlarga bag'ishlangan videomizni davom ettiramiz. Vahima xurujlari nima sababdan paydo bo'ladi? Birinchidan, kuchli yoki uzoq davom etgan stress. Ikkinchidan, doimiy xavotirlik. Uchinchidan, tushkunlik. To'rtinchi sabab bo'lishi mumkin uyqusizlik. Beshinchidan, gormonal o'zgarishlar. Oltinchidan, tanadagi surunkali og'riqlar, misol uchun doimiy bo'g'inlardagi og'riqlar. Xuruj paytida nima qilish kerak? Birinchidan, sekin nafas olishni boshlash kerak. Masalan, nafas olish 4 soniya bo'lsa, nafas chiqarish 6 soniya davom etishi kerak. Va bularni nazorat qilish uchun sanash kerak. 10 dan 1 gacha yoki 1 dan 10 gacha. Ikkinchidan, shu vaqtda o'zingizga bu vahima o'tib ketadi deb tinchlantirishingiz kerak. Uchinchidan, ko'zni bir nuqtaga qaratib turish kerak. To'rtinchidan, oyoqlarni yerga qattiq bosib turing. Bu tavsiyalar yordam bermasa, shifokorga borish kerak. Nevrolog va mutaxassis yordami bilan nazorat qilinadigan muammo hisoblanadi. Agar shu kabi muammolar sizni qiziqtirsa, sahifamizga obuna bo'ling.